Assalomu alaykum hurmatli brifing qatnashchilari. Bugungi kunda sizlarga amalga oshirilayotgan islohotlar natijasi va muammo mavzusi yuzasidan Yangi shahar suv ta'minoti bo'limi amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot berib o'tsam. Bugungi kunda aholini sifatli va uzluksiz ichimlik suvi bilan ta'minlash, sohada xizmat ko'rsatish sifatini oshirish hamda mavjud muammolarni bartaraf etish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Fuqarolardan kelib tushayotgan murojaatlar doim tahlil qilib, har bir holat yuzasidan tegishli choralar ko'rilmoqda. Murojaatlarning asosiy qismi ichimlik suv bosimini pasayishi, suv tarmog'idagi avariya holatlari, yangi tarmoqlarga ulanish. Barcha murojaatlar mutaxassislar tomonidan joyiga chiqqan holda o'rganib, texnik imkoniyatlardan kelib chiqqan holda ijobiy hal etilmoqda. Ayrim hududlarda suv tarmog'ining eskirganligi bilan bog'liq muammolar saqlanib qolmoqda. Ularga bosqichma-bosqich bartaraf etish bo'yicha tegishli ishlar davom ettirilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.